Hozir biz bitta klientimizning obyektiga kelganmiz. Bu kvartira bir xonalik, lekin akkuratno remontdan chiqqan holatda 50 kvadratli atrofida, 52-50 kvadratli ko'p uyladim, qanchaga olsa bo'ladi deb uy egasi bilan gaplashib, kelishib, har xil summalar bilan gaplashyapti. Ushbu videoni oxirida ma'lumotni qoldiraman. Ushbu kvartiramizning polniy obzorini ana shu asosiy ichidan kiraverishdan boshlasak, yaxshi niyatlar bilan polностью natijnolar, chiroyligina qilib biroq qo'yilgan, aboylarni ham diddan tanlangan. Bunaqangi kombinatsiya e'tibor qilasizlar, kiyim-kechaklarida o'sikon, polочкаларgacha 2-3 tabaqali qilib qo'yilgan. Bu asosiy eshiklari zazli, kraslar, sanuzel, dushlarimiz ikkalasi ham razdelni qilingan, bunaqangi ko'rinishlar. E'tibor qilinglar. Bu kvartiramizda bir xonalik Yangi bozor o'rtasida turibdi. Sizlarga narpay ketish yo'li 7 etajka dom. Bu bizning katta prixoshka zonamizda, sanuzel dushlarni ko'rdingizlar. Kuxonli zonani bitta ko'raylik. Mana shu bizning kuxnyamizda. Ushbu bizning kuxonli zonamizda chiroyligina garnitura qo'yilgan, o'zingiz ko'rib turibsizlar. Ushbu kvartiramizda двухкомнатный sistemada ishlaydi. Sizlarga gaz plita rakonasi qo'yilgan. Mana bu atapina sistemasi, kirmoshlarni ham qo'ndirib qo'ysangiz bo'ladi. Bu kontur degani mana qanday tema. Bitta sovuq suvga pul to'lanadi, qolgani o'zi tema ketaveradi. Ushbu xona ham spalniy, ham detskiy, ham mehmonxona. Короче, bir xonalik kvartira, o'zlari tushunasizlar, hech qanaqangi ortiqcha harakatsiz va xarajatsiz kvartira. Menga yoqqan joy mana shu bo'ldi. Balkoni keng. 4 metrlik примерно balkon, atroflaringizda hamma narsa bor. Zarafshon Kids bog'chasidan boshlab to Yangi bozorda oldigacha hamma joy dastur. Shashlik qo'rachani bemalol. Ushbu kvartiramizda 355 million savdoga chiqibdi. Agar to'g'ri keladigan bo'lsa, kelinglar baraka topinglar.